Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Bu ajoyib bo'lgan amerikanskiy pechenyani retseptini sizlar uchun joylashga qaror qildim. Ishimizni bismillah deb idishga xona haroratida yumshoqqina bo'lib erib turgan margarinni shakar bilan yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Aralashtirib olganimizdan keyin bitta donadan tuxum chaqib, uni ham aralashtirib olamiz. Tuxumlarimizni bittadan chaqib aralashtirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek har bittasini solib aralashtirib, yana solib aralashtirib, quruq masalarni solishni boshlaymiz. Quruq masalarni solganimizdan keyin vanilin, soda, un oz-ozdan solganimizdan keyin qo'limiz bilan ozgina-ozginada solib aralashtirib olamiz. Birdaniga solib qo'ymanglar. Unimizni solib yaxshilab xamir qilib olganimizdan keyin shunaqa elastichniy yumshoq xamir bo'ladi. Ko'p sovurmanglar unni. Shokoladimizni, drop shokoladimizni ozginadan solib uni ham aralashtirib olamiz. Menda shokoladni yaxshi navlisi, ya'ni Kalibaut, Veli sosiyalar ham bo'ladi. Kalibautni kattasi va maydasidan foydalandim. Juda ham shirin chiqadi. Xamirimizni taroziga 120 grammdan o'lchab qilib oldim, lekin iloji boricha kichkinaroq qilishga harakat qilinglar. Ozgina katta qilib qo'ydim. Keyingi safar albatta grammini kamroqdan qilaman va yana bitta xatoyim shu bo'ldiki, listga hammasini zich qilib joylashtirib olganim. Qizlar, pechenkalarni iloji boricha orasini ochiq qilib sovolinglar listga. Hammasini birdaniga menga o'xshab qilmaylar. Keyin eng asosiy jarayonlardan yana bittasi, xamirimizni shunday qilib xolodilnikka 1 soatga qo'yib olamiz. 1 soatga qo'yib olganimizdan keyin duxovkaga qo'yib, past olovda eng tepasiga qo'ydim. Har doim pechenya tayyorlaganda iloji boricha past olovda duxovkani balandroq qismiga qo'yib tayyorlasanglar kuyib ketmaydi, singib pishadi va albatta o'xshab chiqadi. Hammaga yoqimli ishtaha, retsept yoqqan bo'lsa yurakchani bosib qo'yasizlar. Tekin-ku, hammaga rahmat.